Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda $10,000 aylanmaga ega SMM agentligini qurish ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Agar siz SMM sohasiga kirib, lekin bitta joyda qotib qolgan bo'lsangiz yoki daromadingizni oshira olmayotgan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa o'zingizni kelajakda agentligingizni qurmoqchi bo'lsangiz, unda bu video sizga xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Shunga o'tkazib yubormasdan ko'rishingizni maslahat beraman. Hozirgi kunda meni o'zimning Neosocial nomli agentligim bor va uni ichida 15 dan ortiq xodimlar ish faoliyatini yuritadi va loyihalarimizning soni o'rtacha 20 taga yaqin. O'rtacha chekimiz esa $1,200–1,500 atrofida. Bemalol o'zingiz ham hisoblab olsangiz bo'ladi. Biz oyiga necha pul оборот qilishimizni. Bu videoda men shu kungacha yetib kelguncha qanaqa qadamlarni bosib o'tdim, qaysi strategiyalardan foydalandim va loyihalar bilan uzoq muddat ishlash uchun nimalardan foydalandim, har birini o'zimning tajribamga asosan aytib bermoqchiman. Bemalol uni olib turib, o'zingizning hayotingizda qo'llab, kerak bo'lsa ertadan uni natijasini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Shunga videoni o'tkazib yubormasdan yoki to'xtatib keyinroq ko'raman demasdan oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Chunki keyingi o'rtacha yarim soat sizga kerak bo'lsa hayotingizni o'zgartirib olishi mumkin yoki bo'lmasa qaysidir ma'noda sizga insight beradi degan umiddaman. Bu video o'zi kimlar uchun? Yana bir to'xtalamiz. Bu SMMda o'sishdan to'xtab qolganlar, daromadni oshira olmayotganlar yoki bo'lmasa tizimsiz ishlayotganlarga bu video juda ham mos keladi deb o'ylayman. Chunki tizimsiz ishlayotganlar hozirgi kunda juda ham ko'p. Jamoasi katta, ko'p proyektlar olib qo'ygan, chunki keladigan joylari ko'p, lekin u tizimsiz ishlashning hisobiga klientni oldida ham natija qila olmasdan obro'si tushadi va jamoasiga ham pul yetkaza olmaydi yoki bo'lmasa juda ko'p proyektlar olib katta pul qilaman deb o'ylaydi, lekin bunda общийda oyga oxirida hisoblaganda kerak bo'lsa o'zi minusda ham chiqadi. Chunki narx-navo taqsimoti va jamoani to'g'ri boshqara olmayotganligi hisobiga. Hozir siz o'ylashingiz mumkin, misol uchun agentlik ochaman desam, kuchli shaxsiy brendim bo'lishi kerak, kamida 10 ta loyiham bo'lishi kerak, jamoaga eng kuchli mutaxassislarni jalb qilishim kerak, agentlik ochish uchun juda katta pul kerak deb o'ylashingiz mumkin. Lekin men hozir katta agentство bo'lgani bilan ham bu etapga men 0 dan yetib kelganman. Boshida hech qanaqa pulim bo'lmagan, hech qanaqa bir sarmoya kiritmaganman yoki katta jamoa ham bo'lmagan. O'zi asli eng kuchli mutaxassislarni olaman, katta jamoa birinchi yig'ib, pul tikib, keyin boshlayman deyish xato. Chunki siz hali bozorni o'rganmagan bo'lasiz. Juda tez holatda qoqilib, kerak bo'lsa juda katta zarar ham ko'rishingiz mumkin. Eng katta yo'li, eng kuchli va ishlaydigan yo'li bu 0 dan etap-etap sekin-sekin kirib borish. Shuning uchun ham bu video nimaga men SMMga kirmaganlar uchun to'g'ri kelmaydi deganim sababi, SMMga kirmagan odam to'satdan agentlik ochadigan bo'lsa, uni yurg'izib yuborishga juda ham qiynalib qoladi. Shunga iloji boricha bazaviy bilimingiz bo'lishi shart. Yana shuni ham aytmoqchiman, hozirgi kunda agentstvamga men necha pul tikkan bo'lsam, o'rtacha hisobda $10,000 dan oshiq pul tikkanman, sarmoya kiritganmiz. Va necha pul tikkan bo'lsam, bularning hammasini men uni ichidan olganman. SMM xizmatimdan, topgan foydamdan olib sarmoya kiritganman. Bir sim necha pul bo'lishidan qat'iy nazar men tashqaridagi biznes yoki tashqaridagi sarmoyador orqali pul kiritmaganman. Hammasi o'zidan olib, o'ziga tikilgan va shuni hisobiga ham biznes rivojlanib borgan. Siz ham shu qadamlarda ketma-ketlikda o'sib borsangiz bo'ladi. Buni men oson va ishlaydigan yo'lini sizlarga o'rgataman, xudo xolasa. Men imkon darajasida suvlarni siqib, prям kerakli, go'shtli ma'lumotlarni qoldirganman. Hech qanaqa bir suv bo'tda, hech qanaqa bir kerak emas ma'lumotlar xudo xolasa bo'lmaydi. Shunga aniq bilaman sizga manfaatli bo'ladi. Xo'p, bu videoda nimalarni ko'rib chiqamiz? Boya aytganimdek, faqat go'shtli ma'lumotlarni qoldirganman. Birinchisi raqobatchilarni analiz qilish. Ikkinchisi xizmatlarni to'g'ri narxlash. Uchinchisi 0 dan jamoa qurish. To'rtinchisi SMM mutaxassislarni juda ko'p qiladigan hozirgi kundagi xatolari. Va beshinchisi mijoz bilan LTV ni oshirish yo'li. Ya'ni LTV nima deganingizda, siz qancha muddat mijozingiz bilan ishlaydigan bo'lsangiz, o'shaning nomi LTV deyiladi va uni oshirish uchun, mijoz bilan uzoqroq muddat ishlash uchun nima qilish kerak? Bu narsalarning hammasini shu videoda ko'rib chiqamiz. Statistikani ko'rib chiqqanimizda o'rtacha 80-90% odamlar videoni ko'rib, keyinroq ko'raman deb turib tashab ketadi va qaytib kirmaydi. Nega deb ko'rganmiz? Chunki atrofda chalg'ituvchi omillar juda ham ko'p va bugun qilgan ishi kerak bo'lsa ertaga ham esdan chiqib qolishi mumkin. Lekin 10-15% odamlar oxirigacha o'tirib ko'rganlar juda ko'p insightlar olishyapti. Kerak bo'lsa o'zimga ham rahmatli aytib, yozib, ancha-muncha foydalar oldik deb aytishdi va siz ham maslahatim keyingi hozir 20-30 minutingiz manfaatli bo'lishi uchun iloji boricha fokusingizni bitta joyga jamlab ko'rishingizni maslahat beraman. Va yana o'sha gapni takrorlayman.
bizada o'xshadimi? Xudo xolasa sizda ham o'xshaydi. Va darsimizni oxirigacha ko'rgan odamlar uchun biza PDF formatda bitta bonus tayyorlab qo'yganmiz. Uning ichida Instagram algoritmlari, to'pga chiqish strategiyalari, har bittasi to'liq kerakli ma'lumotlar, kerak bo'lsa ko'pchilik pulga sotayotgan ma'lumotlarni biz tekinga berganmiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, bonusni ham qo'lga kiritishingizni men so'rab qolardim. Endi birinchi sizlar bilan tanishib olsak, men o'zi kimman, nimaga men bu mavzuda gapiryapman? Meni ismim Ibrohim Hamidov va 3 yildan beri shu SMM sohasida faoliyatim yuritib kelaman. Ustozim Abror akani menimcha sizlar ham tanisanglar kerak. Ularni birga bir shogirdlarim. 3 yil oldin ularni ta'limlarini olib, ular bilan birga ishlab, shogird tushib va o'rtacha 2 yilcha ularni Core Digital nomli SMM agentliklarini boshqarib kelganman va mana 1 yil bo'ldiki, ularning jamoalaridan chiqib, duolarini olib, mana o'zimizning agentsiyamizni qurib, yaxshi, kuchli natijalarga erishib kelyapmiz. Undan tashqari ko'plab shogirdlar chiqarganman. Ularning aksariyati hozir men o'zim agentligimda ham ishlayapti men bilan birga va o'zimni mentorlik dasturimda o'qib chiqqan bolalar ham hozir juda ham ko'p kuchli natijalar qilyapti. Misol uchun Mustafo degan shogirdim mana hozir birinchi mentorlik dasturimda o'qib, Andijondan kelib o'qib, $1000 ga chekini qiynalib sotayotgan bola borib 4 ta yoki 5 ta proyekt $1000 dan olib kelgan. Sotuv tizimi, qanaqa sotuvlarni o'rgatganim uchun. Bu narsa mana bu videoda ham ko'rsatganman. Yoki misol uchun Dilzoda degan qiz, yosh qiz, 2006-yil qiz, Rentcar loyiha bilan gaplashib, kelishuv qilib turib, Gentra olib, barterga ishlab, o'zi mashina haydab, ishini ham qilib yuribdi. Va bunaqa natijalarimni gapirsam juda ham ko'p. Shuning uchun men shu kursimda, mentorlik dasturimda bergan ma'lumotlarni sizlarga bugun bepulga berishga harakat qilyapman. Shuning uchun qayta aytaman, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bunaqa ma'lumotlarni kerak bo'lsa boshqa platformalarda yoki YouTubedan yoki Instagramdan topolmasligingiz ham mumkin. Xo'p, o'zim ishlagan loyihalarga keladigan bo'lsak, shu kungacha 50 dan ortiq loyihalar bilan ishlab kelganman. Ularning ichida mana sizlar tanigan bo'lishi mumkin. Akfa, Hightown, Dialab Medical klinikasi, Muslim Gold, Sirojiddin aka Sharafov meni trenerlarim va bularga ham juda kuchli va yaxshi rezultatlar qilib berganmiz. Misol uchun, mana Muslim Gold tilla yo'nalishli proyektimizga 500 million auditoriya, ya'ni 500 mingdan ortiq auditoriya qilib berganmiz. Yoki bo'lmasa trenerim Sirojiddin aka Sharafov 200 mingdan ortiq auditoriya, yoki bo'lmasa sotuv bo'yicha mana Akfa bilan ishlab 1,5 oylik ichida adashmasam $500 million sotuv, ya'ni $500,000 ga yaqin sotuvni amalga oshirganmiz. Va bunaqa keyslarimiz ham juda ham ko'p. Ular bilan qanaqa ishladik, qanaqa qilib natijalar qildik, bularni hammasini ham sizlar bilan Xudo xolasa bo'lishishga harakat qilaman. Hozirgi kunda eng katta xato fikrlardan bittasi bu odamlarda pul yo'q, ya'ni mijozlarda pul yo'q deb o'ylash. Ikkinchisi qimmat xizmat sotib bo'lmaydi deb o'ylash yoki bo'lmasa past narx majburiy deb o'ylash. Bu narsalar hammasi katta xato. Chunki sizni narxingiz $200 bo'lsin yoki $2000 bo'lsin, baribir har birini mijozi bo'ladi va har biriga baribir talab bo'ladi. Lekin eng muhim savol bitta: sizni berayotgan qiymatingiz narxingizga arziydimi? Agar ha bo'lsa, siz qimmatga sotishingizdan muammo bo'lmaydi. Asl haqiqatlarga agar keladigan bo'lsa, har joyda to'lovga tayyor mijoz bor. Xoh u boy aytganimdek $5000 bo'lsin, xoh u $500 bo'lsin, baribir siz bemalol xizmatingizni shu summaga sotsangiz bo'ladi. Muammo narxda emas, muammo qiymatda. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, siz agar narxingizga nisbatan to'g'ri taklif, yaxshi qiymat berayotgan bo'lsangiz, unda siz bemalol u proyektni olishingiz mumkin va xizmatingizni sotishingiz ham ancha osonroq bo'ladi. Arzon mijoz muammosi. Ko'pchilik nima deb o'ylaydi? Qimmatga proyekt oladigan bo'lsam, u bilan muammo bo'ladi, ishlashim yoki juda ko'p talablar qo'yadi yoki uni pashti xodimiga aylanib qolaman, u bilan ishlamayman deb o'ylaydi, lekin bu narsa juda katta xato. Aslini olganda arzonga ishlaydigan mijoz mana juda ko'p talab qo'yadi, tez natija kutib qoladi. U o'ylaydiki, misol uchun $200 SMM xizmati uchun to'lab, ves biznesini siz qutqarib berishingizni kutadi. Bu narsa ham noto'g'riligini u qachon tushunib yetadi? Qachonki o'zi ham protsessga kirib siz bilan birga ishlashni boshlagandan keyin. Lekin hamma ham arzon to'laydiganlar unaqa deb o'ylamaydi. Pulini to'laman, o'zi qiladi deb o'ylaydi, lekin shu narsa uni biznesini orqaga olib ketadi va natijada nima bo'ladi? Siz ishingizni eplolmagan bo'lib qolasiz. Keyingisi stabil hamkorlik yo'q. Ya'ni arzon taklif qidiradiganlar doim SMM-ga tez almashib turadi. Bir xil loyihalarni ko'rsangiz, proyektida har xil dizayn, har xil yo'nalishda ketgan, ularni bilsangiz bo'ladi. Har oyda kerak bo'lsa SMM xizmatini, SMM komandani almashtirib yurgan. Nimaga bunaqa deganda, u doim yoki bo'lmasa arzonini xohlaydi, doim sizdan arzon chiqib qoldimi, sras sakrab ketadi. Yoki bo'lmasa siz narxingizga nisbatan
yaxshi ishlamayapsiz, sotuvlarni ko'tarib bera olmayapsiz deb o'ylaydida, oy yarmidan yoki oy boshidan 2-3 ta video qo'yganingizdan keyin sразу отмен qilaveradi. Bunaqa proyektlar sizga faqatgina zararga ishlaydi. Siz foyda qilaman deb o'ylaysiz, lekin u juda katta zararga ishlaydi. Xoh u psixologik bo'lsin, xoh u daromad bo'yicha bo'lsin, sizga juda katta zarar olib keladi. Va keyingisi doimiy bosim. Faqat bosim beradi, katta narsa talab qiladi, arzon narx berib turib sizni как sotib oldim, sizni men o'ziga xodim qilib oldim deb o'ylaydi. Va shu uchun men maslahat bermasdim arzon narxga ishlashni. Xo'p, bo'lmasam sekin-sekin boshlaymiz. Birinchi qadam nima qilishimiz kerak? Biz SMMda bitta joyda qotib qolgan bo'lsak, keyingi etapga chiqish uchun. Birinchi navbatda raqobatchilarni o'rganish. Bu juda bazaviy ko'rinishi mumkin, lekin ishoning, aksariyat SMM shakli bu narsani qilmaydi. Raqobatchilarni o'rganmaydi, qanaqa taklif beryapti, o'zini ustida ishlamaydi. O'zi bitta standartni ish qilib qo'ygan, misol uchun 12 ta video qo'yaman, kuniga 2 ta stories qo'yaman, targetingizni yoqib beraman, $500 yoki $600 bo'ladi deydi. Bo'ldi, o'sha bo'yicha qotib qolgan. Lekin raqobatchilar nima beryapti, qanaqa taklif berishyapti, ularni etapiga chiqishim uchun nima qilishim kerak, o'zidan oldindagi odamlar nima qilyapti, bu narsalarni o'rganmaydi. Agar siz shu narsalarni chuqurroq o'rganadigan bo'lsangiz, sizda to'xtab qolishdan muammo bo'lmaydi. Siz agar konkurentingizni o'rganadigan bo'lsangiz, bu yerda уже ikki xil muammo kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa siz qiymatingizga yarasha narx belgilamagansiz, yoki qimmat yoki siz ishga arzon bo'ladi. Yoki bo'lmasa u sizdan qiymati baland va siz ustingizda ishlab, bilimingizni oshirib, uni etapiga chiqib olib, keyin narxingizni oshirishingiz kerak. Lekin siz bu narsani qilmaydigan bo'lsangiz, sizning xayolingizda bir xil ishda ketyapsiz, lekin ishingiz orqaga ketyapti va nazaringizda butun SMM orqaga ketyapti deb o'ylaysiz. Lekin bu narsa noto'g'ri. Xo'p, ikkinchisi bu bozor tahlili. Birinchi raqobatchilarni o'rganib chiqdingiz, qanaqa taklif berayotganini ko'rdingiz. Endi keyingi etap bozorni o'rganasiz. Bozor o'zi bu taklifga tayyormi? U bozorga nisbatan to'g'ri taklif berishyaptimi? Bu narsani o'rganib chiqasiz. Narxi to'g'ri keladimi? Xo'p, mana misol uchun oddiy misollar oladigan bo'lsak, siz Toshkentda emas, viloyatlarda ishlaydigan bo'lsangiz, viloyatda juda ko'pincha jaydari marketing yaxshi ishlaydi. Misol uchun siz Toshkentdagi blogerlar bilan viloyatda blogerni oladigan bo'lsangiz ham ikki xil kontent yuritishadi, lekin ikkalasini ham qo'llab-quvvatlovchi auditoriyasi bor. Cringe kontentlarni men aytmayapman. Именно chiroyli, foydali kontent yoki bo'lmasa odamlarga yoqadigan kontent qiladigan yaxshi, kuchli blogerlarda haqiqatan ikkala tarafda ham obunachisi bor. Endi o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, именно viloyatda jaydar marketing zo'r ishlaydi. Blogerlar ham jaydar kontent qiladi. Toshkentda, shaharda ko'proq xarajati baland, misol uchun kameralarga syomka qilingan yoki qanaqadir production ishlagan videolar yaxshiroq prosmotr yig'adi. Endi shu narsalarni siz o'rganib chiqasiz. Misol uchun siz Toshkent viloyatidasiz yoki bo'lmasa umumiy olganda viloyatdasizda, siz kamerada ishlayman degan taklif bersangiz, balki u именно siz ishlamoqchi bo'lgan qishloq uchun yoki bo'lmasa siz ishlamoqchi bo'lgan viloyat uchun kerak emas taklifdir. Balki ular telefonni o'ziga ham ko'nikishi mumkin. Lekin ularga arzonroq kerakdir. Shu narsalarni siz o'rganib chiqishingiz kerak. Keyingisi lokal SMM mutaxassislarini kuzating. Lokal deganda kim? Ya'ni o'zingizni mana misol uchun Namangan deylik. Namanganni bitta qishlog'ida ishlamoqchimisiz? O'sha Namangan qishlog'idagi SMM mutaxassislar nima taklif beryapti? Nima qilyapti? Ya'ni raqobatchilar analiziga o'xshagan, lekin imini sizga yaqin doirada. Deylik o'rtacha ближайший yaqinlikdagi 20 kilometr yaqinlikdagi SMM mutaxassislarni o'rganib chiqishingiz kerak. Ana ulardan keyin sizda уже tayyor nima bo'ladi? Kuchli strategiyangiz. Ya'ni raqobatchidan yaxshiroq taklif bera olasiz, kuchliroq qiymat bera olasiz va farqlanuvchi xizmat taklif qila olasiz. Nimaga? Chunki raqobatchingiz aniq $500 ga deylik 15 ta video qilib beryapti. Siz aytasiz, "Men $500 ga deylik 16 ta video qilib beraman" deb, plus yana sizni biznesingizni analiz qilib beraman, kasteflaringizni o'tkazib beraman yoki bo'lmasa qanaqadir xizmatlaringizni yana qo'shimcha qilib berishim mumkin deb turib, qiymatingizni oshirib, u proyektni o'zingizga olib qolishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi umumiy o'zi narx-navo belgilayotganda qiymatni oshiruvchi va xarajatli xizmatlar bor. Ikkalasi ikki xil ishlaydi. Birinchisi xarajatli xizmatlar nima? Mobilografiya, montaj, dizayn, xodimlarning oyligi, dastur xarajatlari. Bularsa sizni как
xizmatingizdagi ichidagi xarajatlaringiz. Deylik $500 siz daromad qilayotgan bo'lsangiz, 200-300 dollari sizga kerak bo'lsa xarajatga chiqib ketadi. Va bu narsani siz doim hisobga olishingiz kerak. Agar bu narsani hisobga olmasdan turib narxni belgilaydigan bo'lsangiz, haligi boshda aytgandek ko'p proyekt bilan ishlab juda katta daromad qilayotgandek bo'lasiz, lekin qo'lingizga tegadigan summa kerak bo'lsa qiymati juda ham past bo'ladi. Umuman ko'rmaydigan narx ham tegishi mumkin. Endi keyingisi bu qiymat oshiruvchi xizmatlar. Bu uchun siz qanaqadir qo'shimcha pul to'lamaysiz, shunchaki ko'proq energiya sarflaysiz, qanaqadir ko'proq klient uchun xizmat ko'rsatib berasiz, lekin uni siz narxlaysiz klientingiz uchun. Bu bo'lishi mumkin sotuv voronkasini qurib berish. Misol uchun Vesel voronkalari bor, Tripwire voronkalari bor, Webinar voronkalari. Shu misol uchun shunaqa voronkalardan bittasini siz qurib berishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa biznes analizini qilib berishingiz mumkin. U Castef analizlar, raqobatchilar analizlari, raspakovkalarini hammasini qilib berishingiz mumkin va bu narsani ham siz narxlashingiz mumkin. Xo'p, konkurslarni o'tkazish, u har xil misol uchun akkauntlarni ko'tarish uchun konkurs o'tkaziladi. Postlar yoki qanaqadir like bosish uchun u narsani qanaqadir analizlar qilinadi, programmalar bor. Shu narsalarni ham misol uchun siz o'tkazib beraman, tashkillashtirib beraman deb qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin. Lekin bu narsa sizdan rasxod, ya'ni qanaqadir xarajat talab qilmaydi. Keyingisi marketing strategiyasini qurib berishingiz mumkin. U deylik kuchli marketing strategiya bo'lmas, lekin qaysidir og'rig'iga yechim bera oladigan. Misol uchun tashqaridagi bannerlar bo'lishi mumkin yoki tashqi reklamasini dizaynini qilib berishingiz mumkin. Shu va hokazo. Va bu narsa sizdan qo'shimcha xarajat talab qilmaydi, lekin narxingizni qiymatni oshirib boradi. Aynan shu narsa sizning xizmatingizni qimmatroqga va klient xohlagan tarzda sotishga yordam beradi. Xo'p, siz bilan narx-navo hammasini ko'rib chiqdik, narxlarni belgilab oldik. Endi keyingi etap sotuv. Sotishimiz kerak xizmatimizni. Endi sotish uchun nima qilamiz? Birinchi taklif uslublarini ko'rib chiqishimiz kerak. U ikki xil uslub bo'lishi mumkin. Onlayn sotuv va offlayn sotuv. Onlayn sotuvga nima kiradi? Bu bo'lishi mumkin OLX, Headhunter, internet platformalar va ijtimoiy tarmoqlardan siz foydalanishingiz mumkin onlayn uchun. Ya'ni buni sodda qilib tushuntirganimda, siz Instagram orqali OLXlardan zaявkalar tashab chiqasiz. Bitta kooperativ orqali sotuv postini yasab turib, u narsani tarqatasiz. Endi u sotuv postining ichida men nima yozishim kerak deydigan bo'lsangiz, bu yerda 4 ta narsa bor. Bu birinchisi qanday xizmat siz taklif qilyapsiz, ikkinchisi qaysi mijozlar bilan ishlagansiz, qanday natijalar bergansiz va portfolio кейslaringiz. Hammasini bitta sotuv postiga yoki bitta prezentatsiyaga tayyorlab, hammaga jo'natishingiz mumkin. Rassilka orqali yoki bo'lmasa o'zingiz individualni yozib chiqishingiz mumkin. Men shunaqa mutaxassisman, shunaqa mijozlar bilan ishlaganman, xohlasangiz siznikini ham yurg'izib beraman deb. Xo'p, onlayn sotuvdagi ko'pchilik qiladigan eng katta xato bu qo'ng'iroqda, ya'ni telefon orqali sotish. Xo'p, onlayn sotuvdagi qilinadigan eng ko'p xatolardan bittasi bu telefonda sotish. Ya'ni siz telefon qildi, "Oka, SMS xizmatim bor, mana shunaqa, narxi $1000 yoki narxi $500 sizga to'g'ri keladimi?" Siz unga qiymat bermadingiz hali tushuntirmadingiz men xizmat qilganingizni, nimalar, unga qanaqa taklif bermoqchisiz, hech narsani tushuntirmasdan turib, telefonda sotib qo'yishingiz bu juda katta xato. U ham o'ylaydi va siz bilan solishtirganda shunchaki boshqa konkurentingiz bilan narxingizni solishtiradi bo'ldi. Uni ichida berayotgan qiymatingizni u tushunib ham ko'rmaydi, chunki siz hali unga 100% tushuncha bermagansiz. Keyingisi loyihani nomiga qarab baholash. Menda shunaqa keys bo'lgan, bir marta telefon qilishyapti ertalab va SMS xizmati kerak. Xo'p, deyapman, nima yo'nalishda desam, santexnika yo'nalishida deyapti. Endi siz telefonda eshitgan nom bu santexniklar, meni ko'zim oldidagi santexnik ustalar Instagramini yurg'izmoqchi deb tushundim. Lekin shunda ham men past qaramadim. Bo'ldi, aka dedim, muammo yo'q dedim. Qachon ko'rishamiz turib, sirazu uchrashuv belgiladim. Uchrashuv belgilagandan keyin borib ko'rsam, ular uzoq manzil yetishdi. Borib ko'rsam, juda katta kompaniya Xitoydan O'zbekistonga kirib kelgan. O'zingizlar bilsanglar, men loyihalarimda ko'rsatganman. Muban kompaniyasi bilan o'sha shartnoma qilayotganimizda katta kompaniya Xitoydan kirib kelishgan. Xitoyda juda katta masshtabdagi zavodi bor va endi O'zbekistonga kirib turib, O'zbekistonga mahsulotni tanitayotgan kompaniyadan bittasi bo'lib chiqqan. Va unga переговор orqali shu yuzma-yuz ko'rishganimizdan keyin $1,500 ga xizmatimni sotganman. Endi agar men o'sha boshida telefonda santexnik bo'lsa, "Yo'q, aka, biz faqat katta proyektlar bilan ishlaymiz", uzr deb telefonni qo'yib qo'yganimda yoki bo'lmasa unga pastroq nazar bilan qaraganimda, men balki u proyektni ola olmagan bo'lardim. Shunga doim xoh u kichik bo'lsin, xoh u katta bo'lsin, bir xil qarashda qarang va bir xil narxlarni ayting. To'g'ri kelsa foydalansa, to'g'ri kelmadimi arzonrog'ini qidirib ko'rsin, lekin muhimi siz samimiy bo'ling. Yana keyingi katta qilinadigan xato bu Telegramdan yozib qo'ying deyish.
Menimcha bu narsaga sizlar ham uchragan bo'lsanglar kerak. Telefonda gaplashasiz va oxirida bo'ldi aka, mani telefonda bo'ldi aka, mani telegramim bor, shunday yozib yuboring menga, men sizga narxlarni jo'natib qo'yaman deyishingiz bu juda katta xato. Chunki mijoz doim u pul to'laydigan odam, telefon nariyot tarafda turgan odam sizga pul to'laydi va u doim komfortni his qilishni xohlaydi o'zini. Va siz menga yozib yuboring deganingizda o'ziga qanaqadir buyruqdek hisoblab qolishi mumkin va umuman sizga yozmaydi. Shu bilan proyektingiz hali boshlanmasdan atmay bo'lib ketishi ham mumkin. Yoki shu orqali ham sizga bo'lgan mehri yoki e'tibori susayib qolishi mumkin. Shunga doim o'zingiz qiling, Telegramga yozib qo'yish bo'ladimi yoki narxlarni aytish bo'ladimi, maksimalni o'zingiz yozing unga, o'zingiz harakat qiling. Eng zo'r yo'li bu telefonda emas, yuzma-yuz ko'rishib sotish. Ya'ni bu qanaqa? Ishonch uyg'otadi sizda, yana ham oshadi ishonch, sizga nisbatan ishonchini, keyingisi sotuv osonlashadi, chunki yuzma-yuz ko'rishgandan keyin har xil qarashlar, har xil xayoldagi bloklar, xayollar yo'qoladi. Sizni ko'rgandan keyin baribir samimiyligingiz, muomalangiz bilan u odamni ham o'zingizga jalb qilishingiz mumkin. Keyingisi mijoz bilan aloqangiz kuchayadi. Yuzma-yuz ko'rishgandan keyin baribir u har bitta e'tirozini 100% qo'pol tonda gapira olmaydi, chiroyli muomala qilishga harakat qiladi va siz bilan aloqa ancha yaxshilashadi. Shu uchun doim siz telefonda emas, imkon darajasida ko'rishib, sotuv qilishga harakat qilinglar va umumiy olganda sotuv qoidalarida ham ko'rishib, uchrashib birga bir sotuv juda zo'r ishlaydigan va eng baland effektiv narsa hisoblanadi. Xo'p, bu yerda yana bitta kerakli qoida bor. Eng kuchli va doim miyalarga singdirib olishinglarni maslahat beraman. Shu narsani doim haqiqatda gapiring. Agar siz haqiqatda gapirmaydigan bo'lsangiz, o'zingizdan kimnidir yasab oladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa siz o'zingizni baland oladigan bo'lsangiz, umuman mijoz siz bilan ishlamaydi. Yoki ishlashi ham mumkin, no u juda uzoq davomiy ishlamaydi. Bir oy ishlaydi yoki 2-3 hafta ishlab, siz aytgan vazifangizni to'g'ri bajara olmayotganingizni ko'radida, siz bilan ishni to'xtatib yuborishi ham mumkin. Shunga nolima siz ayting, aka men endi SMMga kirib keldim. Shu loyihangizda o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Nima deysiz? Yoki bo'lmasa, men yaqinda SMMga kirib keldim. Mana 5-6 oy bo'ldi. Men mana bunaqa loyihalar bilan ishlab keldim. Siz bilan ham ishlab ko'rmoqchiman. Yoki bo'lmasa, qaysidir proyektingizda qanday kuchli case qilgan bo'lsangiz, o'sha narsani boricha ko'pirtirmasdan tushuntirib bering. Mana bu proyektda men bunaqa narsa qildim, men bunaqa natija qilib, klientimni rozi qildim degan narsani tushuntirib bering. Ana o'shanda u sizdan sizni imkoniyatingizga nisbatan katta kutuvlari bo'lmaydi, sizni ham to'g'ri va samimiy qabul qiladi. Doim siz agar yaxshi, to'g'ri ma'noda gapiradigan bo'lsangiz, mijozingizning hurmati sizga nisbatan ancha balandroq bo'ladi. Kerak bo'lsa bu narsa boshqa konkurentlaringizga nisbatan ham yaxshiroq ishlashi mumkin. Xo'p, uchrashuvga tayyorgarlik. Mana siz telefonda gaplashdingiz, uchrashuv belgiladingiz, uchrashuvga borishingiz kerak. Undan oldin qanaqa tayyorgarlik ko'rasiz? Birinchisi, loyihani analiz qilishingiz kerak. Undan Instagram profillarini hammasini olib, login parol emas, imенно Instagram nomini olib, uni konkurentlarini analiz qilib turib, undagi xato kamchiliklarni o'rganib chiqishingiz kerak. Daily SWOT analiz, menimcha hammanglar bilsanglar kerak. Keyingisi boshlangiq strategiyani tayyorlab berishingiz kerak. Bu narsani imkon darajasida siz PDF yoki rasm ko'rinishida emas, o'zingiz uchun og'zaki tayyorlab oling. Chunki rasm PDF qilganingizdan keyin u tashlab berishni so'raydi. Siz tashlab bermasangiz, u qanaqadir noqulay vaziyatga tushib qolasiz va mijozingiz sizga hurmat tushib qolishi mumkin. Lekin tashlab beradigan bo'lsangiz, u sizni strategiyangizni kerak qo'pol qo'yayotganda o'g'irlab qo'yishi ham mumkin. Shunga doim miyangizda bo'lsin strategiya va ko'rishganingizda aniq lo'nda dadil gapirishga harakat qiling. Keyingisi mijoz muammosini tushuning. Aniq muammo nimada? Telefonni o'zida bo'ldi yoki nima yo'nalish mana bunaqa. Xo'p, nima muammolar bo'lyapti hozir? Oldin SMS bilan ishlaganmisiz? Aniq savollaringizni tuzib olib, ketma-ketlikda savollarni berib turib, o'zingiz uchun yozib oling. Shu muammolarga kelgan yechim berishga harakat qiling. Ya'ni tushundinglar. Siz sotuv qilasiz, sotuvda telefon orqali gaplashasiz va telefon orqali gaplashganingizdan keyin u bilan uchrashib, unga sotishga harakat qilasiz. Uchrashishdan oldin siz to'liq bu yerda ko'rsatganimdagi har bitta etaplarni o'rganib chiqishingiz kerak. Keyingi etap nima? Siz proyekt olishni boshladingiz, proyekt oqimini yaratib olasiz, sekin-sekin endi jamoa qurish. Jamoani siz agar to'g'ri qurmaydigan bo'lsangiz, sizda kelajakda katta muammolar kelishi mumkin. Xo'p, jamoa qurish o'zi menga nimaga kerak? O'zim ham ishla olmayman deydigan odamlar uchun yolg'iz ishlash muammolari.
Yolg'iz ishlash muammosi nima? Birinchisi, hammasini o'zim qilaman deb o'ylaydi. Ikkinchisi, o'sishdan to'xtaydi. Chunki o'zim qilaman degan xayolda yurgandan keyin u operatsiyonkaning ichiga kiradi va u doim o'zi qilayotgan ishi bozordagi eng to'g'ri yo'l deb o'ylaydi-da, teparoqga, tashqariga qaramaydi. Kim qayerga qarab ketyapti, trendlar qaysi tarafga qarab ketyapti, ular bilmaydi. Uni уже ishi, vazifasi как robot bitta joyga borib, syomkasini qilib, montajni qilib, vaqtida chiqarish kerak bo'lib qoladi. Bu narsa o'sishdan to'xtatib qo'yadi. Bu o'sishdan to'xtatib bitta joyda ushlab qolsa mayli, sekin orqaga ketishni boshlaydi. Menimcha bu narsa sizda ham balki kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. O'sha paytda siz yaxshilab qarang, juda ko'p ishlarni, operatsion ishlarni o'zingiz qilayotgan bo'lasiz. Misol uchun men proyektlarga, syomkalarga chiqmayman. Kamdan kam chiqaman. Asosan oyda, bir oyda bir marta yoki ikki marta mijozimni alohida o'zim borib, ishlar yaxshi ketyaptimi, qanaqa ketyapti, hammasini men savollar bilan sekin-sekin o'rganib chiqaman. Lekin har kunlik qiladigan ishim bu raqobatchilarning analizi, o'zimning sohamda raqobatchilar analizi va har bitta proyektimda raqobatchilarning analizlarini ko'rib yuraman. Kim qaysi tarafga qarab ketyapti, kim qanaqa ish qilyapti, kim qanaqa yangi yo'nalish olib kiryapti, hammasini o'rganib yuraman. Trendlar qarab ketyapti va bolalarga aniq zadaniya beraman. Men bu yo'nalishda video qilish kerak, men bu yo'nalishda strategiyani o'g'irish kerak deb turib, как strateg sifatida o'zim agentsiyamda ishlayman. Lekin qolgan montajlari, syomka qilish, operatsion частьlarini hammasi meni shogirdlarim, meni jamoam qo'limdan olgan. Shuni hisobiga menda bemalol strategiya qurishga ham, o'zim uchun vaqt ajratishga ham vaqtim bemalol yetadi. Agar siz bitta o'z ishlaydigan bo'lsangiz, natija nima bo'ladi? Ish sifati pasayadi, mijozlar ketadi, biznes xavf ostiga tushishni boshlaydi. Ya'ni siz o'sha как SMM xizmatingiz, siz ishlayotgan ishingiz xavf ostiga tushadi. O'sha bozordan chiqib ketish xavfi ham sizga kelib qolishi mumkin. Shunga iloji boricha jamoa bilan ishlashga harakat qiling. Qachon o'zi jamoa kerak? Qachonki yuklama ortganda. To'g'ri, agar siz o'zi bitta ikkita proyekt bilan ishlayotgan bo'lsangiz, sizga jamoa kerak emas. Ular bilan siz o'zingiz ishlay olasiz. O'rtacha hisobda hamma ishni bajaradigan bo'lsa, bitta SMMchik uzog'i bilan 4 ta yoki 5 ta proyektni baravariga yurg'iza oladi, sifatli qilib. Undan u yog'iga o'tadigan bo'lsa, uje ishi orqaga ketishni boshlaydi. Lekin uni jamoa bilan qiladigan bo'lsa, jamoa bilan pul topish umumiy cheki yo'q. Deylik, ko'pchilik aytadi, SMMda $1000 topish mumkin, $2000 topish mumkin. Ishoning, xohlasangiz $50,000 ham topishingiz mumkin. Va bunaqa agentstvalar ham bor. Ularni ko'rganingizda u bitta odam ishlamaydi. Juda katta tizim va katta jamoa ishlaydi. Agar sizning jamoangiz bo'lsa, bu sohada pul topishingiz umumiy chegarasi yoki cheki yo'q. Xohlagan ishda daromad qilishingiz ham mumkin. Va eng katta plusi, sizning jamoangiz bo'lgandan keyin ham katta pul topasiz va o'zingiz uchun ham, oilangiz uchun ham bemalol vaqt ajrata olasiz. Keyingisi, o'sishdan to'xtaganingizda o'sha jamoa qurishingiz kerak. Sezib olsangiz, o'sishdan to'xtadingiz, kimlardir sizdan sekin-sekin oldinga o'tib ketyaptimi? Siz ma'lum bir ishlaringizni kerak bo'lsa, mayli katta jamoa emas, hech bo'lmaganda yordamchi olib turib, unga berib, siz ustingizda ishlashni boshlashingiz kerak. Ana o'shanda siz konkurentlaringizdan, raqobatchilaringizdan orqada qolmasdan yana oldinga harakat qilishni boshlaysiz. Keyingisi, mijozlar ko'payganida. Boshida bilinmaydi, lekin 1 yil, 1,5 yil ishlaganingizdan keyin sarafan radio degan marketing turi bor, bu narsa yaxshi ishlashni boshlaydi. Agar siz yaxshi mutaxassis bo'lsangiz. Chunki bitta insonni SMMni qilib berasiz, u o'rtog'iga maqtaydi, unikini ham olasiz va boshqa tanishlariga maqtaydi. Shunaqa qilib sekin-sekin mijoz bazasi, ya'ni klientskiy bazangiz ko'payib boradi. Va shu holatda siz agar jamoa qilmaydigan bo'lsangiz, ishingiz sifati yana boya aytgandek orqaga ketadi va mijozlaringizni yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin. Jamoa qurayotgandagi eng katta xatolardan bittasi bu faqat kuchli ekspert qidirish yoki bo'lmasa tayyor mutaxassisga tayanish. Boya aytib o'tdim, boshda e'tibor bergan bo'lsanglar, jamoamda 15 tadan ortiq insonlar ishlaydi va aksariyatda o'zimning shogirdlarim. Nimaga men mutaxassis bilan ishlamayman? Sababi mutaxassislarni uje qolipga sola olmaysiz. O'zingizni yo'nalishingizga yo'naltira olmaysiz. Ular bilan ular xohlagan yo'nalishda, ularning prinsiplariga asosan siz ishlashingiz kerak. Lekin mijoz ulardan emas, sizdan so'rab olganning hisobiga ular sizga bo'ysunishga majbur. Lekin ko'p mutaxassislar bo'ysunishga xohlamaydi. O'zini kuchli ekspert hisoblab, o'zi yagona yakka ishlashni harakat qiladi. Shuning uchun imkon darajasida o'zingizning jamoangizga shogirdlardan kerak bo'lsa 0 odamlarni olib turib, etap-etap bor bilimingizni berib, o'rgatib, o'stirib boring. Men jamoamga olishda bitta qoidam bor.
Menga mutaxassis bo'lish shart emas. Kuchli ekspert bo'lish shart emas. Menga hech qachon ustida ishlashdan to'xtamaydigan va mas'uliyatli insonlar kerak. Ya'ni buni bitta tamoyili bor. Mas'uliyatli odamni ekspert qilish oson, lekin ekspert odamni mas'uliyatli qilish qiyin. Nimaga? Sababi bilasizlar, juda ko'p kuchli montajyorlar bor, juda ko'p kuchli operatorlar bor, lekin mas'uliyati yo'q. Xohlagan paytda uyg'onadi, xohlagan paytda uxlaydi, xohlagan paytda proyekt syomkalarni atmen qivoradi, lekin siz bu yerda va'da berib qo'yganingizdan keyin mijozingiz oldida kerak bo'lsa belabzan bo'lib qolishingiz mumkin. Va shuni hisobiga siz agar ustida ishlaydigan mas'uliyatli bolalarni oladigan bo'lsangiz, ularni tarbiyalab ekspertga aylantiradigan bo'lsangiz, sizda tayyor mas'uliyatli ekspert xodimingiz bo'ladi. Buni siz hayotini o'zingiz o'zgartirganingiz hisobiga, bu sohaga siz olib kirganingiz hisobiga u bola sizga bog'lanib qoladi. Ana o'shani hisobiga bizani jamoa как bitta oilada birga harakat qiladi. Joyi keldi, agentство orqaga ketgan paytda, mijozlar kamayib ketgan paytda ham kerak bo'lsa, meni xodimlarim, yordamchilarim tekinga ishlagan paytlari ham bo'ldi, yordam berish uchun, поддержка qilish uchun. Nimaga? Chunki biza как xodim rahbar sifatida emas, ustoz shogird bitta oila sifatida harakat qildik, o'sha qiyin vaziyatlardan ham birga chiqib ketdik. Aynan shu qilgan meni strategiyam meni faqat oldinga yurishga, faqat o'zimning prinsiplarim asosida harakat qilishga juda katta foyda beryapti. Ya'ni tushunib oldinglar, siz jamoa yig'moqchi bo'lsangiz, imkon darajasida siz ustida ishlaydigan mas'uliyatli bolalarni yig'ishga harakat qiling. Bunaqa bolalar atrofimizda juda ham ko'p. Xoh u mahallada bo'lsin, xoh u qarindoshlarning orasida bo'lsin, xoh u ko'chada bo'lsin. Boya aytganimdek, siz agar mas'uliyatli xodimlarni yig'adigan bo'lsangiz, sizda natijadan klient bilan bo'lgan muomalada hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xo'p, keyingi masala xodimlarni qayerdan topaman. Ya'ni bu yerda birinchi etapi vakansiya, Telegram kanallar. Vakansiya beradigan Telegram kanallar juda ham ko'p. SMM mutaxassis kerak yoki bo'lmasa men SMM mutaxassisman deb beradigan kanallar juda ham ko'p. Bu yerga siz e'lon berishingiz mumkin. Arzimagan 20 ming so'm, 30 ming so'm evaziga sizga kerak bo'lsa 100 tadan oshiq mutaxassislar yozadi. Ularning orasidan nima deydi, tender qilib turib tanlab olishingiz mumkin. Keyingisi shu e'lon joylash, hali aytgan OLX'lar bor yoki boshqa headhunterlar bor platformalarda siz e'lon joylashtirsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa direct shaxsiy xabarlaridan ularga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ko'pchilik yaxshi mutaxassis bo'ladi, Instagramini ozgina yuritib qo'ygan bo'ladi, lekin o'zi yagona ishlaydi. Ana ularga ham siz directdan yozib, "Men shunaqaman, agentство yig'yapman yoki jamoa yig'yapman, davayman, jamoamga qo'shil, men bunaqa oylik qilib beraman yoki men bunaqa foiz qilib beraman" deb turib, uni ham o'z bilan birga ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni tushunmoldinglar, siz xodim tanlayotganda iloji boricha mas'uliyatli bolalarni tanlang, ularni siz mana bu holat orqali, ya'ni Telegram kanali yoki e'lon orqali yoki directga yozish orqali ularni topishingiz mumkin. Xo'p, endi jamoani tuzib oldik, mijozlarimiz bor, mijoz oqimi bor, sotuvlarni bilyapmiz. Endi eng muhim etap bu LTV ni oshirish. Ya'ni bu nima? Boya tushuntirganimdek, mijoz bilan ishlaydigan muddatingiz bu LTV. Kimlardadir 15 kun, kimlardadir 1 oy, kimlardadir 6 oy. Hamma har xil ishlaydi. Bizda eng qisqa muddat o'rtacha 4-5 oy. Eng uzoq muddat mana 3 yilga qarab ketyapti. Misol uchun mana Dialab klinikasi yoki Muslim Goldlar bilan уже 3 yildan ham oshdi kerak bo'lsa. Xo'p, LTV ni oshirishda asosiy tamoyil nima deydigan bo'lsangiz, birni va'da berib, ikkini bajaring. Ya'ni siz berayotgan va'daga nisbatan qilayotgan ishingiz doim ko'proq bo'lsin. Bonuslar bering yoki bo'lmasa qanaqadir maslahatlar bering yoki o'sha misol uchun 12 ta video kelishingizni mayli aka deb turib 13 ta 14 ta video qilib yuboring ularga o'tkazib. O'sha narsa sizni doim ular bilan birga ishlashdagi komfort zonani yaratib beradi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Misol uchun umuman marketingga taalluqli emas, taalluqli bo'lmagan ishlarni aytmayman, lekin ma'lum marketingga taalluqli ishlar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham qisman yordam bering ularga ham. Misol uchun deylik, aytishim mumkin, mana shu yerdan tashqarida qanaqadir banner qilmoqchiman. Nima ideya berasan desa, bu ideya berishi sizga qanaqadir mablag' talab qilmaydi, lekin o'sha ideyangiz bilan foydalanib u rezultat ko'radigan bo'lsa, u nafaqat SM balki ves marketing bo'yicha ham siz bilan maslahat qilishni boshlaydi. Bu narsa по-любому sizni mijoz bilan shundoq bog'lab qo'yadi.
Bu ertaga juda zo'r ishlaydi, yana ham proyektlaringiz ko'payishni boshlaydi-ki, lekin kamaymaydi. Xo'p, keyingisi kutilgandan ko'proq qiymat bering. Boya aytgandek, ya'ni narxingizga nisbatan berayotgan takliflaringiz naqadar baland bo'lsin, qiymatingiz ham baland bo'lsin. Qancha boya tushuntirib o'tdim, esingizda bo'lsa, qiymatni oshiradigan xizmatlar bor. O'shunaqa xizmatlarni imkon darajasida ko'paytirib tashlang. Qaysidirlarini siz tariflaringiz orasiga yozing, qaysidirlarini siz o'zingiz qilib bering, lekin yozmang. Misol uchun biz biznes analizini, cost analiz, raqobatchilik analizlarini biz anaqalarga tariflarga yozmaganmiz. Lekin o'sha tariflarga yozmaganmiz, lekin biz har bitta proyektimizga cost analizlarini qilamiz. Bu narsa prям ishni boshidan mijoz bilan bizani o'rtamizdagi aloqani prям mustahkam bog'lab qo'yadi. Chunki juda ko'p SMM agentliklari, SMM mutaxassislari hozirgi kunda cost analizlarini chuqur qilmaydi. Endi katta xatolar nima deydigan bo'lsak, bu birinchisi mijoz olish uchun katta va'da berish. Bu narsani yana ta'kidlayman, menimcha boya ham tushuntirdim. Hech qachon va'da bermang, katta va'dalar bermang. Mijozni olib qolishim kerak ekan, qimmatga olishim kerak ekan deb turib, ko'p va'dalar beraverasiz. Bu narsa sizga umuman ertaga teskari ishlashi mumkin. Nabarot sizni yana ham hurmatingizni tushirib yorib, kerak bo'lsa pulni qaytarib beradigan darajaga ham olib kelib qo'yishi mumkin. Shunga o'sha nima qanchalik bilimingiz yetsa, o'shancha taklif bering. O'shanga nisbatan ozgina ko'proq qiymat bering ishlayotganda. Ana o'shanda muammo bo'lmaydi. Keyingisi real bo'lmagan natijalar. Osmondan natijalarni oladigan bo'lsangiz yoki shunchaki bundoq qo'lingiz bilan ozgina qarashib qo'ygan proyektingizni men ko'tardim deb ko'rsatadigan bo'lsangiz, u juda katta xato. Baribir ertaga tegi ochilib keladi, klientni oldida, umuman ommani oldida ham kerak bo'lsa bu narsa sharmandalikka olib kelib qolishi mumkin. Endi va'dani bajarmasangiz nima bo'ladi? Mijoz norozi bo'ladi, hamkorlik tugaydi, salbiy obro' tarqaladi. Ya'ni bitta inson ikkita insonga, misol uchun yoki bitta inson sherigiga sizni maqtashi mumkin, lekin bitta inson 10 ta insonga sizni yomonlaydi. Bu narsa aniq o'lchangan va doim yomonlashlar soni yaxshilashga nisbatan ko'proq bo'lgan. Shuning uchun imkon darajasida mijozingizni oldida hurmatingiz bo'lgan, yaxshi anaqada vaziyatda chiqib ketishga harakat qiling. Mayli joy kelsa sizni pulingiz unga o'tib ketsin, lekin siz haqingizda salbiy xayollarga borib qolmasin. Aynan sizni reputatsiyangiz mana shu narsaning ustiga quriladi. Xo'p, menimcha tushunib oldik, qaysi etaplardan o'tish kerak o'zingiz ustingizda ishlashni boshlashingiz uchun. Bu bo'yicha xulosangizni ham kommentariyada yozib keting. Men uchun bu narsa muhim, lekin bitta vaziyat bor, aniq, to'shto bu aytayotganim hammasini chuqur hali kirmadik. Chuqur kiradigan bo'lsak, tabiiyki 20-30 daqiqa bu narsaga yetmaydi. Chunki alohida uni cost analizlari bor, raqobatchi analizining har bittasini o'zini savollari bor belgilangan yoki raspakovka bor. Raspakovka uchun har bitta mijozga biz kerak bo'lsa 4 soat, 5 soatlab vaqt ajratamiz. Shu holatda agar siz yana ham bu narsaga chuqurroq kirmoqchi bo'lsangiz, sizga men o'zimni mentorlik dasturimni taklif qilmoqchiman. Men o'zimni nazoratim ostida shu har bir bu boshlab o'tgan qadamlarni, etaplarni hammasini sizlarga o'rgatib, yoritib, o'zim nima ish qilgan bo'lsam, qanaqa qilib, qaysi yo'ldan o'tgan bo'lsam, har birini birma-bir hech narsani yashirmagan holatda o'rgatib, natijaga olib chiqishga harakat qilaman. Hozir bu menda ikkinchi patokim. Birinchi patokimiz mana sekin уже yakunlanyapti. Boya aytib o'tganimdek, men bu Mustafo yoki Dilzoda kabi shogirdlar hammasi menda mentorlik dasturimdan o'qib chiqib, yaxshi rezultatlar qilishyapti. Men dasturimga unaqa ko'p odam olmayman, chunki birinchi patokimda ham men 5 tagina odam oldim. Har bittasi уже o'zimni jamoamda ishlayapti. Ikkitaligi уже 0 edi, уже proyektlar olib turib, etap-etap уже ishlashni boshlashdi. O'zim sohadagi mutaxassislar, qotib qolgan mutaxassislar bor edi. Ular yana ham o'sishi, yana ham ko'proq kuchliroq natijalar qilishni boshlashdi. Misol uchun o'sha aytgan bolalarim yoki bo'lmasa o'zim jamoamda ishlaydigan bolalar bor deylik. Mana Azizjon yoki Ne'matilla, yosh yigitlar. Mana Azizjonni o'zi ham Ves agentstvamni kerak bo'lsa boshqaradi. O'zimni shogirdim, o'zim noldan o'rgatganman. Mana shu paytgacha kerak bo'lsa men qaysi proyektlarga umuman aralashmayman, lekin o'zi ishlab, o'zi yaxshi natijalar qilib kelyapti. Doim ketidan yaxshi, rahmatli eshitib yuribmiz. Xo'p, bu dasturim o'zi kimlar uchun? Birinchisi yangi SMM mutaxassislar. Nolla demayman. Hali SMMga umuman kirmagan bo'lsangiz, qiynalib qolishingiz mumkin. Lekin to'g'ri keladi, qiynalib qolishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi xizmatini qimmat sotmoqchi bo'lganlar. Deylik $200-300 ki $500 ishlamoqchisiz, siz $1000 plus xizmatingizni sotmoqchisiz. Bu narsa sizga to'g'ri keladi.
Hop, keyingisi SMMda keyingi bosqichga chiqmoqchi bo'lganlar. Deylik, siz bitta etapdasiz, keyingi etapga o'tmoqchi bo'lsangiz ham bu dastur yaxshi, sizga prям ideal to'g'ri keladi. Keyingisi SMMga endi kirayotganlar. O'sha boy aytgandek, ularga ham to'g'ri keladi, ozgina qiynalasiz, lekin o'rganib ketishingiz mumkin. Darslarimiz xudo xolasa 15-apreldan boshlanadi deb plan qilyapmiz va umumiy davomiyligi 2,5 oy bo'ladi. Ya'ni 1,5 oy bizada asosiy nazariy darslar bo'ladi, 1 oy amaliy. U 1 oy amaliyning ichida men har biringlarni proyektinglarga borib, ustingizda turib nazorat qilaman. Nima bo'lyapti, nima qilyapti yoki bo'lmasa birinchi переговорga kirayotgan bo'lsangiz, kerak bo'lsa переговорingizda ham men birinchi переговорingizda qatnashib beraman. Umumiy darsda nimalar beramiz? Tayyor qo'llanma, material va shablonlar. Ikkinchisi 13 ta asosiy darsimiz bo'ladi. U ko'payishi ham mumkin. Xo'p, real loyiha ustida ishlash imkoniyati. Agar sizning loyihangiz bo'lmasa, biz o'zimiz agentsiyamizdagi loyihani beramiz va uning ustida tajriba o'tkazish imkoniyatini ham sizlarga bera olamiz. Keyingisi birga bir o'quvchilar loyihasi razbori. Agar sizni loyihangiz bo'lsa, qayerdadir qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa yoki qayerdadir o'sish qiyin bo'layotgan bo'lsa, men bemalol birga bir o'tirib, razbor qilib turib, sizga to'g'ri yo'l xudo xolasa ko'rsatib bera olaman. 3 ta top mehmon spikerlar bo'ladi va 2 ta mastermind. Bu nima degani? Darslardan tashqari alohida bitta 2 ta darsli bo'ladi. U umumiy mavzularni qaytarish. Qayerga keldik, nimalarni o'rgandinglar, qaysidir vaziyat tushuna olmagan bo'lsanglar, yana bitta boshqatdan tushuntirib sizlarga to'liq maksimalni miyalarga singdirishga xudo xolasa harakat qilamiz. Va eng muhimlardan bittasi yana bu jamoada qo'shilish imkoniyati. Bizning jamoada ham kuchli mutaxassislarga talab har doim bor. Agar u meni shogirdlarim bo'lsa, tем более u doim yuqori bo'ladi. Shunga oranglardan yaxshi o'qigan, yaxshi natijalar qilgan o'quvchini agar xohishi bo'lsa, kerak bo'lsa o'zimni jamoamda ham olib qolaman. Asosiy darslar bilan tanishamiz. Birinchi darsimiz bu zamonaviy SMM sirlari. Buning ichiga nimalar kiradi? Marketing nima? Nega SMM rivojlanyapti? Hozir ishlayotgan texnika, obunachi jalb qilish, Instagram algoritmlari, qilinadigan ishlar ketma-ketligi, Instagram orqali daromad qilishchi 3 xil uslublari sizlarga o'rgatiladi. Keyingisi sotuv va mijoz topish. Ikkinchi darsdan uje bizada natijalar kuchli bo'lyapti. Mana birinchi potokimizdan, chunki sotuvi, qanaqa переговор hammasini o'rgataman. Qanday mijoz topish mumkin? Rezyumeni to'g'ri tayyorlash, переговор qonunlari, to'g'ri kommunikatsiya o'rnatish, to'g'ri narx belgilash, qimmat sotish, bir mijoz bilan uzoq vaqt ishlash texnikalari, LCV ni yana ham chuqurroq tarzda o'rganasizlar. Keyingisi analiz turlari va ishlatish texnikalari. Proyekt olgandan keyin birinchi qiladigan ishimiz bu analiz. Ya'ni buni ichida SWOT analizi, CASTEF analizlari, raqobatchilarni analiz qilish, mijoz analizi, mijoz portretini tuzamiz. Hop, keyingisi content marketing. Content strategiyasini tuzish. Strategiya o'zi nima? Content reja ketma-ketligi, trendlarni moslashtirish, workshoplar, raspakovka, shaxsiy brendni pozitsiyalash, ekspertlikni ochish. Keyingisi sotuvchi matn yozish, ya'ni copywriting. Copywriting asoslari, auditoriya psixologiyasi, hook yozish texnikalari, copywriting formulalari, reels uchun ssenariy yozish, sotuvchi copywriting, uchadigan reelsdan ssenariysini tahlil qilishlarni o'rganamiz. Keyingisi stories orqali sotuv. Stories nega kerak? Storiesni to'g'ri qadoqlash, stories uchun to'g'ri kadr olish, progress qanday qilinadi, infopovodlar bilan ishlash, triggerlardan to'g'ri foydalanish, hammasini o'rganib olasizlar. 7-modulimizda telefon orqali professional syomka, ya'ni mobilografiya. Bu yerda telefon sozlamalari, rakurs, lokatsiya, chiroqlar bilan ishlash, stabilizator bilan ishlash, kameraga gapirish va notiqli workshoplar qilinadi. Bu yerda yana bonus qo'shganmiz. Bu nima desanglar, kamera bilan ishlash. Kamerada ishlash, roning qanaqa ishlatish kerak, kamera qanaqa nastroyka qilish kerak, bazaviy bu narsani ham tushunchasini berib ketamiz. Chunki baribir upgrade uchun sizga kamera kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi montaj. Gap katta, instrumentlar, trend video yasash, ilhomlanish uslublari, umumiy takrorlash, lokatsiyada chiroyli qilib turib bitta yana takrorlash ham o'tkazamiz. Xo'p, ketidan professional targeting. Instagram va Facebook ulash, ads manager va platformalarni o'rganish, uznavaymiz, brand awareness oshirish, trafik va vovlechenniy yoqish, lead va ilovalarni продвижение qilish,
qilish va sotuv, test qilish va narxlarni tushirish, hisobot olish va umumiy loyiha hisobotini tayyorlashni o'rganasiz. 10-modulimizda sotuv varonkalari. Bu narsani juda ko'p SMM kurslarida o'rganishingiz imkonsiz, chunki bu narsa o'zi asli SMM ga kirmaydi. Bu narsani biz marketingni o'rganayotganimizda, zapusk prodyuserlikni o'rganayotganimizda o'rgatishgan. Nima desanglar, bu Vesel varonkasi, chatbot bilan ishlash, webinar varonkasi, tripwire varonkalari hammasi o'rgatiladi. Keyingisi upakovka va dizayn. Canva ilovasida ishlash, Photoshop instrumentlari, obloshka yasash, ilhomlantiruvchi va shablon saytlar, grafik post yasash, karusel post yasash hammasi o'rgatiladi. Keyingisi AI orqali samaradorlikni 3x oshirish. AI orqali Instagramni to'liq tahlil qilish, AI orqali bir oylik content plan tuzish, uchadigan reelslarni tahlil qilish, 1 daqiqa ichida uchadigan karusel tayyorlash, AI avatar yasash va video reels tayyorlash, AI orqali neyro fotosessiya qilish hammasi sizlarga to'laqonli o'rgatiladi. Darsi shuni o'zi ham alohida hozir kurs qilib o'rgatishyapti. Men bu darslarni prям ichiga qo'shib o'rganman. Xo'p, 13-modulimiz esa jamoat tuzish va tizimlashtirish, ya'ni deadline ga amal qilish, fin model, to'g'ri xodim tanlash, SOP bilan ishlash, KPI va bonuslar bilan samaradorlikni oshirishni o'rganamiz sizlar bilan. Xo'p, umumiy hisobda 13 ta modulimiz bo'ladi. Darslar bir haftada 2 marta bo'ladi va asosiy texnik частьlar hammasi video rolik tarzida sizlarga taqdim qilinadi va har bitta dars ham syomka qilib turib video rolik tarzida yana sizlarga beriladi. Bu nimaga biz maksimalni bunaqa qilyapmiz? Sababi har bir o'quvchi, har bir mana shu kursimda qatnashayotgan o'quvchi natijaga chiqishi shart. Hech bo'lmaganda bittadan proyektda bo'lishi kerak. Shu uchun biz maksimalni qiymatni oshiryapmiz. Narxiga nisbatan ham qiymati menimcha baland, chunki bu narsani biz bozorda test qilib ko'rdik. Natijalar ham yaxshi beryapti. Shunga agar siz ham shu dasturga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, undan ko'p odam ola olmayman. Shu videoni opisaniyasida men Google forma qoldiraman va shu Google formadan siz kirib, o'zingizni nomerlaringizni, hamma raqamlaringizni qoldirsangiz, o'zim sizga aloqaga chiqib, birga bir uchrashuv belgilaymiz va o'zi sizga bu dastur kerakmi, yo'qmi, shu narsani o'tirib birga tahlil qilamiz. Xullas, videomiz umumiy shu. Menimcha sizlarga manfaatli bo'ldi. Hech bo'lmaganda 3 ta olgan insightlarni shu videoning kommentariyasiga yozib ketishingiz sizdan chiqmasin. Rahmat hammangizga.